Ichingiz qotib, qabziyatni zo'ridan gumoro, ya'ni bavosil bo'lib qolyapsizmi? Sodda insonlar, dori-darmoni keragi yo'q, bor yo'q shu 3 xil topilishi oson bo'lgan mahsulotdan birini ishlatib ko'ring, umrbodga qabziyat, ya'ni ich qotishdan bot xolos bo'lasiz. Ich qotishi bu do'stlar kasallik emas, shunchaki hazm sistemasi va jigar ish faoliyati buzilganda shuni belgisi bo'lib do'stlar. Mana bu qo'limda turgan mahsulot buznoch, ya'ni besmertnik deb aytiladi. Ana shuni bir osh qoshiq, ya'ni stilovoy loshkada olib 1 litrgacha qaynoq dog' suvga damlab qo'yasiz yarim soat va kun davomida 200-300 grammdan iste'mol qilasiz. 2-3 oy qarabsizki, barchasidan qutulasiz xudo xolasa. Bunisi esa Korin Alti-Likarstvenniy, ya'ni gul hayrini ilzi. Agar shuni 1 yoki 2 osh qoshiqni 600-700 gram qaynoq dog' suvga qaynatib yoki damlab qo'yib 2 soat 200-300 gramdan kun davomida och qoringa iste'mol qilsangiz, ichingiz og'riqsiz keladi va yengillashadi. U tufayli jigar va hazm sistemasidagi problemalarni ham daf qilish xususiyati bor. 2-3 oygina damlab iste'mol qilib yurasiz xolos. Bu esa birodarlar, sidona emas. Bu qora kunjut deb aytiladi. Bu mahsulotni bir osh qoshiq sizlar tekis holatda olasiz, ya'ni stilovoy loshkada. Og'izga solib chaynaysiz, ketidan 200 gram iliq suv ichib yuborasiz. Kunida, kun davomida och qoringa 2 mahal yetarli. 1-2 oy iste'mol qilsangiz, hazm sistemasini yaxshilab, qabziyatni butunligicha yo'q qilib berish xususiyati bor. Bu ham ichni og'riqsiz keltira oladi. Allohdan shifoni so'rab shulardan hammasini emas, birini tayyorlab iste'mol qilib ko'ring, kelajakda menga rahmat aytasiz. Shuni bering. Agarda videoroligimiz sizga ma'qul chiqqan bo'lsa, kelajakda yana foydali kontentlarni ko'paytirishimiz uchun like-ni gumillatib tashlang, repost qiling, obuna bo'lib qo'ying. Kelajakdagi videolardan boxabar bo'lib turish uchun. Va undan tashqari bu videoroligimni qabziyatini ich qotishi bor bemor tanishlaringiz bo'lsa, yuborib qo'yishingizni chiqmasin. Xullas, sog' salomat bo'ling, Alloh ko'mag'ingiz xayr. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang, so'zsiz.